Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Mana Qirg'izistonda tabiiy original toshlardan qilib beryapmiz. Marg'ilonda obyektimiz bu. Ko'rishingiz mumkin. Kimga sifatli darajada kerak ustalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ishimizga javob beramiz bo'lmasa. Ishchilarga ahamiyat berasizlar do'stlar. Angola bilak toshimizdan darvozalar qirog'ini aylantirib chiqarib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Changiga ahamiyat bermaymiz. Chaqlovimizda changlarimiz o'tirib qolgan.